Assalomu alaykum azizlar, O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi o'z ishini boshlaydi. Doimgidek biz jonli efirdamiz. Studiyada esa men Sadiya To'ychiyeva. Darvoqe jonli efirdan foydalanib, siz ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, mavzu bo'yicha o'zingizni qiziqtirgan savollarga aynan mutaxassislardan javob olsangiz bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz ham tayyormiz va biz ko'rsatuvni boshlaymiz. Biz davom etamiz azizlar. Shu o'rinda eslatib o'taman, Telegramda aynan ko'rsatuvimizning chatiga ham savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Biz ularga qo'ldan kelgancha, vaqt yetgancha javob berishga harakat qilamiz. Bugun biz dasturimizga poytaxtimizdagi urologik kompleks qoshidagi Toshkent Medical Park klinikasi mutaxassislarini taklif etganmiz. Ular bilan birgalikda erkaklarda uchraydigan urologik muammolar, xastaliklar, qolaversa ayollar salomatligi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, ko'rsatuvga xush kelibsiz. Marhamat, joyingizga egallasangiz bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari bilan tanishing. Oybek Rahmonov, tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali shifokor urolog, jarroh. Telman Nuraliyev, oliy toifali shifokor urolog. Alisher Zokirov, shifokor urolog. Azizbek Jumayev, shifokor urolog, androlog. Firuza Musayeva, oliy toifali akusher ginekolog. Demak, biz jonli efirdamiz va ilk suhbatdoshimiz tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali shifokor urolog, jarroh Oybek Rahmonov. Assalomu alaykum Oybek aka. Ko'rsatuvimizda xush ko'rdik. Oybek aka, aytingchi, bugun erkaklar orasida aynan urologik kasalliklar ko'p uchramoqda. Ularning aynan qaysilari avj olgan, ya'ni ko'proq uchraydi? Va alaykum assalom. Hozirgi paytda urologiya juda rivojlangan. Hozir eng ko'p uchraydigan kasalliklar bu yoshga qarab, yoshi katta erkaklarda prostata bezi adenomasi, o'rta yoshlilarda prostata bezi har xil vaspaleniya, shamollash kasalliklari yoki prostatitlar va yoshlarda varikotseliya kasalliklari ko'p uchraydi. Va yoshlarda ham, o'rta yoshda ham, yosh katta odamlarda ham, bemorlarda, ayollarda ham, erkaklarda ham buyrak tosh kasalliklari juda ko'p uchraydi hozirgi paytda. Demak, keling unda suhbatimizni aynan prostata bezi adenomasidan boshlasak. Bilasizmi, bu mavzuni ko'p olib chiqqan bo'lsak-da, ammo prostata bezi adenomasi qanday belgilar bilan kechadi degan savollar qayta-qayta keladi. Keling, bugun aynan shu savollarga ham oydinlik kiritsak. Umuman prostata bezi adenomasi qanday belgilar bilan kechadi va belgilarsiz kechishi ham mumkinmi degan savol bor. Prostata bezi adenomasi to'g'risida gapirganimizda oldin bu qanday kasallik to'g'risida bir tushunchaga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi deb o'ylayman. Prostata bezi adenomasi bu prostatani xavfsiz o'smasi hisoblanadi. Bu 50 yoshdan o'tgan shu erkaklarda uchraydi, lekin hozirgi statistika bo'yicha hozir mana 45 yoshlarda ham uchrashi kuzatilib turibdi. U degani bu kasallik ancha yoshargan. Hozirgi paytda. Bunga nima sabab? Buni sababi endi ko'pchilikda mana hozir o'z bilasiz, ko'pchilikda haligi hayot tarzini o'zgarishi, hammani ishi ko'rsangiz faqat o'tirib ishlaydigan va harakat kamligi, bu chanoq organlarini qon aylanishini buzilishiga olib keladi va prostata bezida har xil o'zgarishlar kelib chiqadi. Lekin sport bilan shug'ullanish ham avj olgan-ku bugungi kunda. Avvalga nisbatan hozir bugungi kunda aynan erkaklar ham, ayollar ham sport bilan muntazam ravishda shug'ullanadigan bo'lib qolgan. Buni hech qanday bir ijobiy ta'sir bo'lmayapti. Lekin agar to'g'ri savol berdingiz, agar yaxshi e'tibor bergan bo'lsangiz, agar sport bilan shug'ullangan erkaklar bo'lsa, bular prostata bezi adenomasi, prostata bezi rak kasalligi va prostatitlar bilan juda kamdan kam holatda og'rishadi. Asosan kam harakat qilganlar va o'zi shu haligi ovqatlanish rejimlarini buzilgan erkaklarda ko'p uchraydi. Prostata bezi adenomasi o'zi har bir urolog shu ish davomida prostata bezi adenomasi kasalligi bilan bemorlar bilan shug'ullanadi. Bu kasallikni oldini olish yo'llari ham bor. Uni endi oldini olish yo'llari ko'proq o'zimizga bog'liq. Agar vaqtida bemor agar qandaydir belgilar bilan uchrab tursa
bemor vaqtida doktorlarga uchrab tursa, unda ularni kasallikni oldini olib, uni profilaktika qilish mumkin. Belgilari nimalardan iborat? Bu kasallikning asosiy belgilari nimalardan iborat? Bular birinchi o'rinda qovuq to'la bo'shamasligi, siyish oqimini pasayishi va bemorlar kechasi ko'proq shu hojatga boradigan bo'lib qoladi. Shuni hisobiga bularda shu peshob qilishda qoniqarsiz peshob qilishlar, qoniqmaydi peshob qilishga va bular har xil dori darmonlarni uy sharoitida qilib ko'rishadi. Bu aslo noto'g'ri. Uni o'zini agar vaqtida davolab turilsa, bu hech qanday operatsiyasiz davolash yo'li bor. Agar vaqtida davolanmasdan yoki uyda o'zlariga davo qilishsa, qandaydir bir tushunmagan holatda agar davolasa, unda prostata bezi adenomasini har xil asoratlari kelib chiqadi. Uni faqat jarrohlik yo'li bilan tuzatish mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, to'licha erkaklarda bu kasallik ko'proq uchraydi desak ham bo'ladimi? Gaplaringizdan kelib chiqqan holda kam harakat, noto'g'ri ovqatlanish, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ortiqcha vazn ham bunga ta'sir qiladimi? Ortiqcha vazn ham juda ham ta'sir qiladi va aytganingizdek, agar bemorlar shu erkaklarda kam harakat bo'lsa va ularni jinsiy hayotida o'zgarishlar bo'lsa, agar ular regular jinsiy hayot bilan shug'ullanishmasa, bularda prostata bezida o'sha dimlanish, zastoy deymiz, dimlanish bo'ladi. Bular shu kasallikni avj olishini kuchaytiradi. Endi shunaqa holat bor, ba'zilarda bemorlar o'ylaydi, shu borsam endi har xil bularda fikrda shu prostatit bo'ldim, prostatit bo'lganimdan keyin prostata bezi adenomasi bo'ladi, prostata bezi adenomasi bu prostata bezi raqiga olib keladi degan noto'g'ri tushunchalar bor. Endi shunaqa holat borki, prostata bezi o'zi har bir shu aytilgan, yuqorida aytilgan kasalliklar alohida uchrashi mumkin. Masalan, prostatit bo'lib, prostata bezi adenomasi bo'lmasligi mumkin, prostata bezi o'sma kasalligi, rak kasalligi bo'lmasligi mumkin. Yoki bo'lmasam, prostata bezi adenomasi bo'ladi. Bularda prostata bezida hech qanday shamollash belgisi, prostatit bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, prostata bezi adenomasi o'zi alohida uchrashi mumkin, prostata bezi raki bo'lmasligi mumkin. Lekin agar shu belgilar bo'lib, yuqorida aytgan belgilar bo'lsa, siyish oqimini pasayishi, tez-tez siyishga borishlar, qovuq to'lib bo'shamasligi, kechasi turib peshob qilishlar bo'lsa, unda albatta urologga uchrashlari kerak. Sababi bu 3 xil kasallikni bitta organda 3 ta kasallik. Buni differensial diagnostika deyiladi. Farqlab olishimiz kerak. Farqlab turib, o'shanga qarab davolash tadbirlari o'tkaziladi. Chunki birinchisini, masalan, prostatitni davosi prostata bezi adenomasining davosidan yoki prostata bezi adenomasining davosi prostata bezi adenokarsinomasi yoki rakini davolashlardan butunlay bir-biridan farq qiladi. Demak, adenoma rak kasalligi emas deb o'zimiz uchun bilib qo'ysak bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu umuman ikki xil kasallik. Xo'p, menda bir savol bor. Bilasizmi, yaqinda men o'zimni dadamda ham jarrohlik amaliyoti o'tdi va biz avvalgi prostata kasalligi deb o'yladik. Prostata bezi adenomasi dedik, xuddi siz aytgan belgilar edi. Ammo ularda umuman boshqa kasallik kelib chiqdi, ya'ni buyrak bilan bog'liq kasallik. Bu belgilar demak boshqa kasalliklarda ham uchrashi mumkin, to'g'rimi? Endi bu kasallik, masalan, urologik kasalliklar shunaqa bir-birini qandaydir o'xshash bo'lishi mumkin belgilari. Misol uchun ko'p holatlarda endi biz yuqorida aytgandek prostata bezi adenomasi 50 yoshdan o'tgan yoshi katta keksa yoki keksa erkaklarda uchraydi. Lekin yoshlarda ham, masalan, 35 yosh, 40 yoshlarda ham uchrashi mumkin shu belgilar. Lekin bu belgilarning sababi, masalan, prostatit bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa neyrogen qovuq deyiladi. Bular nevrologik ta'sir hisobiga, masalan, bular kimdadir umurtqa pog'onasida qandaydir operatsiyalar bo'lgan bo'lsa yoki umurtqa pog'onasida travmalar olgan bo'lsa, bu neyrogen qovuqqa olib kelib, bu ham xuddi shunaqa siyishni pasayishiga, qovuqda siydik olib ketishlariga olib kelishi mumkin. Demak, belgilar o'xshash, to'g'rimi? Belgilar o'xshash bo'ladi. Tushunarli. Azizlar, bizda hozir reklama, undan so'ng albatta yana studiyaga qaytamiz. Marhamat. Yuqori texnologiya asosida ishlaydigan zamonaviy Toshkent Medical Park klinikasiga xush kelibsiz.
Sizga tajribali shifokorlarimiz urologiya, andrologiya, ginekologiya, xirurgiya va onkologiya sohasidagi barcha muammolarni hal etishda yordam beradi. Biz sizga kasalliklardan xalos bo'lishga, sog'lom hayotga qaytishga va kelajakka orzu ishonchni amalga oshirishga yordam beramiz. Klinika shifokorlari aniq tashxis qo'yish uchun barcha kerakli bo'lgan diagnostika va tekshiruv muolajalarini amalga oshiradilar. Bizning mutaxassislarimiz Yevropa, Rossiya, Koreya va Hindistonning yetakchi tibbiyot markazlarida malaka oshirgan. Zamonaviy Yevropa va Amerika asbob uskunalari va ko'p yillik tajribadan foydalanib, biz har bir bemorga yordam berish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Bizning vazifamiz odamlarning hayot sifatini yaxshilashdir. Bizning qadriyatlarimiz yuqori professionallik, ishonch, mas'uliyat va inson qadridir. Toshkent Medical Park. Sog'lig'ingizni professionallarga topshiring. Xasta bo'lmang dasturi davom etadi. Biz jonli efirdamiz va ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib mavzu bo'yicha o'zingizni qiziqtirgan savollarni ham bersangiz bo'ladi. Reklama vaqtida esa bizning safimizga mehmonlar ham qo'shilishdi. Yaqinda prostata bezi adenomasi xastaligini boshdan kechirgan bemorlarimiz shu yerda. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. O'zingizni tanishtiring, marhamat. Men Xudoyberdiyev Ahmadjon, yoshim 60 ta. Samarqand viloyat Payariq tumanidan keldim. Men shu prostata adenomasi bo'yicha peshob qiynalganim uchun 2 yil oldin operatsiya bo'lib ketdim. Juda qiynalib yurgandim, qidirib topolmay oxiri keldim. Yaxshi, juda zo'r ekan. Men Rahmonov, Oybek aka, Muhiddinovichdan davo topdim. Lazer orqali 1,5 soat ichida hech qanaqa tiq tegizmay, kesilmay, hech qanaqa bir qiynalmay 1,5 soat ichida chiqdim. Baraka topsin, katta rahmat. Mana hozir yaxshiman. 2 yildan beri qishda yengil bo'lib yuribman. Siz uchun juda ham xursandmiz. Sog'likka nima yetsin, to'g'rimi? Hech narsa yetmaydi. Oybek aka, qo'shimchalaringiz bo'lsa, aynan bularning shuni aytishim mumkin. Xudoyberdiyev Ahmadjon aka, bular 2 yil oldin bizga kelishgan, klinikamizga murojaat qilishganlarida xuddi o'sha yuqorida aytgan belgilar, siyishda, peshob qilishda qiyinchiliklar, kechasi ko'p qatnashlar, qovoq to'la bo'shamaslik hislari bo'lgan. Bularni tekshirib ko'rganimizda prostata bezi adenomasi kattalashganini aniqladik va bularga lazer enukleatsiyasi operatsiyasini bajardik. 2 yil oldin bularga operatsiya qilganmiz. Hozir ko'rikka kelib turishadi. Hozir hech qanday siyishda problemalari yo'q. Hozir o'zlaridan mana eshitdingiz, yosh bolalardek peshob qilishadi. Shuning uchun bular o'zlarini mana akalarini ham tavsiya qilib 3 kun oldin mana operatsiya qildik. Bu akalar bir 5 kun oldin kelishdi, hamma tekshiruvlarni o'tkazdik. Bularda ham shu oilaviy prostata bezi adenomasi bor ekan. Aka-ukalar bularni tavsiya qilishib, tavsiyalar bilan kelishgan. 3 kun oldin prostata bezi adenomasini lazer orqali oldik. Hozir holatlari yaxshi, uylariga javob berganmiz. Bugun endi iltimos qilib bularni o'zimiz bilan olib keldik. Demak, bular 2 yil avval jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazganlar, bular 3 kun avval, to'g'rimi? O'zingizni tanishtiring siz ham. Assalomu alaykum. Men ham mana shu Xudoyberdiyev Tolliboy ismim. 65 yoshdaman. Mana ukam aytganday, men ham juda ko'p qiynalganman. 10 yillar bo'ldi bu kasallikka chalinganimga. Ko'p joylarda davolandim, vaqtida qo'yadi, yana qaytalardi, shunaqa qilib yurdim, mana o'rtada 10 yilda o'tkazib qo'yibman. Ukam kelib mana shu davo topib, tuzalib, sog'lom bo'lib ketgandan keyin havas qilib ishondimki, demak sog'lom yashasa ham bo'lar ekan degan fikrga to'liq davolansa bo'lar ekan bundan deb mana shu yerga keldim. Oybek aka, Muhiddinovichda mana shunday operatsiya nimalarni o'tkazishdi. Rahmat, sog' bo'lishsin. Mana yengilman. Kecha javob 3 kun yotdim. Balsi nimada shunda 3 kun davolandim va qushdek yengil bo'ldim. Yaxshi. Bundan qutula olmasam kerak degan o'y miyamga o'tirib qolgandi. Mana bugun yaxshiman, Xudoga shukr. Men katta rahmat mana shu shifokorlarga. Umrlari uzoq bo'lsin. Xalqning sog'ligi yo'lida xizmat qilayotganligi juda ham xursandmiz. Davlatimiz mana shunday yaratib qo'ygani, mana shu hammasi uchun juda ham minnatdormiz xalqimiz nomidan. Mana kimki agar nima bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin ekan. Men ham qo'rqib yurdim. Mana ukam
qo'rqmasdan kelib qo'yib ko'p davolandi mendan oldin, men ancha o'tkazib qo'ydim. Demak, Qo'rqib yuraverdim shifokorlarga- kelmasdan. Ha. O'zim Menimcha vaqtimni shifokorlar o'tkazdim. uchun bemorlarning bunday xursandchiligida ortiqroq bir baxt bo'lmasa kerak, to'g'rimi Oybek aka? Shunaqa. Endi birinchi o'rinda shu bemorlarimiz agar xursandchiligi biz uchun eng katta baho hisoblanadi. Albatta. Telman aka, sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Mana hozir 10 yildan beri shu kasallik bilan yurgandim dedilar. Demak, aytingchi, 10 yil chidab yursa bo'ladimi bu kasallikka? Belgilari demak 10 yil avval yuzaga kelgan, to'g'rimi? Belgilarni 10 yil avval sezganmisiz o'zingizda? Shunday. 10 yil qiyin emasmi bu xastalik bilan yashash? Endi umuman olganda hozir zamonaviy manbalar bo'yicha 50 yoshdan keyin erkak kishi bir yilda bir marta aytsam shu urologga borib murojaat qilish kerak va kerakli standart tekshiruvlar bor, o'shalardan o'tib turish kerak. Endi ko'pchiliklar murojaat qilishmaydi. Agar shu urologga vaqtliroq murojaat qilganda belgilarni erta aniqlab, avvalambor bu kasallikni dori darmon bilan ham boshqarib tursa bo'ladi. Qachonki bu dorilar ta'sir qilmaganda yoki turli xil asoratlar bor kasallikning, shu CD tutilishi, o'tkir yoki surunkali, tosh paydo bo'lishi mumkin qovoqda, divertikul degan kasallik bor, rivojlanishi mumkin. Yoki CD yo'llari surunkali infeksiyasi, qonash asoratlar bor. Shu asoratlardagina operatsiya qilish mumkin. O'shaning uchun agar profilaktik tekshiruvlarni o'tib tursa, aholimiz bunaqa operatsiya darajasigacha bormasligi ham mumkin. Buni ham oldin olsa bo'ladi, to'g'rimi? Jarrohlik. Lekin asoratlar aniqlanganda albatta faqat operativ davo taklif etamiz. Tushunarli. Azbek aka, keling endi tekshiruvlar haqida siz bilan gaplashsak. Men kuzatdimki, ko'rsatuv boshlanishidan avval aynan Ahmadjon akani tekshiruvdan o'tkazdingiz. Natijalar qanday? Hozirda bemorimizni ko'rganimizda buyrakni razmerlari joyida, kengayishlari yo'q, ozgina tuzlari bor ekan, u ko'pchilikda bo'ladi. Qovoqni ko'rgan paytimizda devollari qalinlashmagan, normada shamollash belgilari yo'q. Prostatani ko'rganimizda normada turibdi, 20-22 gram atrofida. Prostata adenomasi umuman yo'q. Tushunarli. Demak, Ahmadjon aka, to'g'rimi? Bular aytdilarki, 2 yil avval operatsiya bo'lganman dedilar va muntazam ravishda tekshiruvdan o'tib turishlari kerak. Aytingchi, mana operatsiyadan so'ng qanday tekshiruvlardan o'tish kerak va har qancha vaqtda? Operatsiyadan keyin har 6 oyda bir tekshiruvdan o'tib turishlari kerak. Har 6 oyda bir. Har 6 oyda bir. Hech bo'lmaganda ultratovush yordamida buyrak, qovoq, prostatalarni ko'rsatib va sidik analizi, qolgan qon analizlarini tekshirib turish kerak. Tushunarli. Oybek aka, shu o'rinda yana bir savol tug'iladiki, bunday xastalikdan so'ng, ayniqsa operatsiya amaliyoti o'tgandan so'ng qandaydir cheklovlar bo'ladi? Masalan, og'ir ko'tarmaslik, biron bir ovqatni, taomlarni tanovul qilmaslik yoki mevalarnimi? Bormi shunday cheklovlar? Prostata bezi adenomasi operatsiyasidan keyin 1 oy davomida shu aytganingizdek cheklovlar bor. Og'ir narsa ko'tarib bo'lmaydi, achchiq narsalar yeb bo'lmaydi va ichki otishlar bo'lmasligi kerak va qon bosimlarini kontrol qilib turish kerak bo'ladi. 1 oydan keyin oddiy operatsiya bo'lgandan oldingi qanaqa holat bo'lsa, xuddi shu holatga qaytadi. Hech qanday cheklov bo'lmaydi. 1 oy sabr qilish. 1 oy sabr qilib turish kerak bo'ladi operatsiyadan keyin. Undan keyin mana doktorimiz Azbek aytgandek, har 6 oyda bemorni ko'rib, kuzatuvda bo'lib turiladi. O'sha aytganlaridek ultrazvuk, ultratovush to'lqinlarida tekshiramiz, buyraklari, qovoqlari, qon analizlari va 1 yilda 1 marta prostat spesifik antigen yoki o'sha onkomarker bor, PSA deyiladi. O'shani tekshirib turiladi. Shu maqsadimiz o'sha prostata bezida xavfli o'sma operatsiyadan oldin ham tekshiriladi, operatsiyadan keyin ham shu tekshirib turish tavsiya beriladi. Qanday holatlarda operatsiya yomon o'tadi? Bo'lganmi shunday natijalar? Endi operatsiya agar xirurg malakali bo'lsa, operatsiya hech qachon yomon o'tmaydi. Operatsiya yomon o'tishi qanday? Misol uchun bemorda agar surunkali CD tutilish bo'lib, qovog'ini hajmi, agar qoldiq CD miqdori ko'p bo'lsa, agar bularni birdaniga prostata bezi adenomasidan olsa, keyinchalik qovoq yaxshi qisqarmasdan siz tiklanishi qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda agar qovoqni surunkali CD tutilib qolishi bo'lib 300 gram, 400 gramgacha qovoqda CD qolib ketsa, bularni ikkita etapda operatsiya qilamiz. Birinchi etapda qovoqqa sistostomitskiy drenaj deyiladi. Shu qovoqqa trubka qo'yiladi va 1 oy davomida
qovoq o'zini eski oldingi holatiga kelib oladi. Qovoq qisqarishi tiklangandan keyin prostata bezi adenomasidan operatsiya qilib olinsa, bemorda hech qanday asorat ko'rsatilmaydi. Ahmadjon aka, Tolibjon aka, mana hozir sizlarni ko'pgina teletomoshabinlar ko'rib turishibdi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Avvalambor mana kimki qiynalib, mana peshob tomonidan prostata adenomasi bo'ladigan bo'lsa, ikkilanmay kelaversin mana. Rahmonov Oybekjon aka Muhiddinovich qo'li yengil, juda zo'r shifokor ekan. Muomalalari ham zo'r. Umuman odam kasal odam ham soppa-sog' bo'lib ketadi ekan. Men haqiqatdan ham lazerda orqali davolab, hech yerga tiq tekkizmay, kesmay shunchaki davolaydi, qoyil qolish kerak. Minnatdormiz. U bizni tushunchadagi operatsiya emas, bu to'g'rimi? Jarrohlik amaliyoti emas. Lazerda hammasi ehtiyotkorlik bilan o'tadi. To'g'rimi Tolibjon aka? Shunday. Buni yana bir tarixda aytib bersam, otam ham bu kasal bilan chalinganda, ilgarilar bir oylab operatsiyaga tayyorlanish 1 oy nima osib qo'ygan shlanka, operatsiyadan keyin 6 oy shlanka osib qo'ygan bo'lganida otamda ham qanchalik qiyin o'tganligini o'zim bilaman, o'z ko'zim bilan ko'rganman. Bugungi kunda mana texnikaning rivojlanishi mana shuncha narsaga olib kelibdiki, 3 kunda davolab menimcha siz shuning uchun qo'rqqansiz. 10 yil chidagansiz, keyin ukangizda ko'rib qanchalik oson ekanini. Shundan qo'rqqanman, shuncha nima qilib qolamanmi deb. Rahmat sizlarga, tansihatlik tilaymiz. Har doim sog'lom bo'ling, oilangizga bosh bo'ling asosiysi va hech qachon kasal bo'lmang. Sizlarga kattakon rahmat deymiz. Xasta bo'lmang dasturi davom etadi azizlar. Bizda endi navbatdagi mavzu, ya'ni mintaqamizda keng tarqalgan buyrak tosh xastaligi mavzusida hozir suhbat quramiz. Oybek aka, bizning teletomoshabinlarimiz ko'p bilishadiki, biz ko'p marotaba bu aynan shu mavzuda ko'rsatuvlar tayyorlaganmiz, lekin shunga qaramasdan savollar kelishda davom etyapti aynan bu mavzuda, chunki bu haqiqatan ham keng tarqalgan kasallik. Buyrakdagi toshlarning paydo bo'lishi, ularning turlari haqida ma'lumot bersangiz. To'g'ri aytasiz, buyrak tosh kasalligi bu mintaqamizda juda ko'p uchraydigan kasallik hisoblanadi va bunga tayyorgarlik, shu savollarga tayyorgarlik olib kelganmiz. Shu Telman Yo'ldashboyevga so'z bersam, o'zlari bir tushuntirib, hammasini aytib bersa. Telman aka, marhamat. Demak, O'zbekiston sharoitida odamlar orasida statistik ma'lumotlarga ko'ra 4-9% gacha buyrak toshlari keng tarqalgan. Ayniqsa bu O'zbekistonning issiq hududlarida Qoraqalpoq, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida keng tarqalgan hisoblanadi. Toshkentda ham ko'p uchraydi. Buni yana bir asosiy sabablardan bittasi bu o'sha suvni, mahalliy suvlarning qattiqligi, uni tarkibida tuz nimalarning miqdorining ko'pligidan kelib chiqadi. Umuman oladigan bo'lsak, buyrak toshlari mineral tarkibiga qarab 5 turga bo'linadi. Fosfat, oksalat, urat, sistin, infeksionniy va aralash toshlar bo'lishi mumkin. Bularning kelib chiqishida ikkita asosiy faktor katta rol o'ynaydi. Bu tashqi faktorlar va ichki faktorlar. Tashqi faktorlarga qisman sanab o'tdik, bu o'sha issiq iqlim sharoiti, o'sha odamlarning ish sharoiti, ya'ni issiq joylarda ishlaydigan, issiq temperaturali xonalarda ishlaydiganlarda va kam suv iste'mol qiladigan odamlarda bu ko'proq uchraydi. Bundan tashqari ichki faktorlar bor. Ichki faktorlarga bular organizmdagi turli xil nasliy kasalliklari, hamda metabolik kasalliklar, qandli diabet, halqasimon bez kasalliklari, giperparatiroidoz degan kasalliklar bor. O'sha holatlarda ko'p uchraydi. Bundan tashqari odamning o'zini tabiati bilan bog'liq, ya'ni kam suv iste'mol qilishi natijasida o'sha tosh paydo bo'lishiga moyillik tug'dirishi mumkin. Keyingi sabablar esa bu oshqozon ichak trakti kasalliklari. Ya'ni ichakdagi surunkali kasalliklar yoki turli xil travmatologik kasalliklardan keyin organizmda tosh paydo bo'lishiga moyillik kelib chiqishi mumkin. Yosh masalasi-chi, necha yoshdan kuzatiladi bu kasallik? Yosh masalasiga kelsak, shunaqa ba'zi nasliy kasalliklarda homilada ham tosh paydo bo'lganligi aniqlangan. Ya'ni bola уже tug'ilgan paytida o'sha buyraklarda tosh aniqlanganda, unda asosan nasliy kasalliklar o'sha organizmda qanaqadir fermentlarning yetishmasligi natijasida tug'ilgan chaqaloqda ham tosh bo'lgan.
nima qilish mumkin bunday vaziyatda? bular asosan o'sha homiladorlik paytida turli xil tekshiruvlardan keyin doppler ultratovush tekshiruvlarda aniqlanadi. Yo'q, chaqaloqning sog'ligiga qanday ta'siri bor buni? Chaqaloqni sog'ligi bunda ham o'sha tug'ilgan zahoti o'sha ko'proq bular bolalar xirurglari, urologlari shug'ullanadi. Bu yerda ham o'sha tosh bo'lsa, o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ham operatsiya yo'li bilan toshlarni olish, uni bartaraf qilish amaliyoti bajarilgan. Lekin bu yerda ko'proq o'sha kelib chiqish mexanizmiga ta'sir qilish kerak. Ya'ni o'sha modda almashinuv buzilgani tufayli ularda tosh paydo bo'lish ehtimoligi yuqori bo'ladi. Shuning uchun bular tavsiyamiz doimo shu nazoratda bo'lib turish kerak. Har 3 oyda. Operatsiyaga yetib bormaslik uchun aynan konservativ davolash bilan ham bu kasallikni bartaraf qilsa bo'ladimi yoki albatta jarrohlik amaliyoti o'tish kerakmi? Ha, albatta, agar umuman olganda statistika bo'yicha tosh bir marta odamda paydo bo'lgan bo'lsa, keyingi 2 yil ichida 10-20% odamda qayta paydo bo'lishi mumkin. 3-4 yil ichida 30-40% gacha bu narsa ko'tarilib boradi. Agar bemor o'sha yuqorida sanab o'tilgan omillarni bartaraf qilmasa. Shuning uchun bizga agar kasallar operatsiya bo'lgan bo'lsa, albatta ularga o'sha keyin turmush tartibini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Kerakli miqdorda suyuqlik ichish, ayniqsa bizda yozda chilla payti issiqda kamida 3 litr, 4 litrgacha suv ichish. Bunda esa asosiy faktor 2 litrgacha siydik chiqish kerak. Shuning uchun biz tavsiya beramiz, erinmasdan shu kundalik siydik miqdorini o'lchab, agar 2 litrdan kam bo'lsa, yetarli miqdorda ko'paytirish kerak yana. Singlimda aynan olib tashlangan toshlar, lekin baribir u suv kam ichadi. Mana olib tashlanganiga 2 yil bo'ldi shekilli. Unda baribir moyligi demak qoladi, to'g'rimi? Baribir moyillik qoladi. Tekshiruvdan o'tib turish kerak. Endi biz tavsiya beramiz, tosh olingandan keyin birinchi yil davomida har 3 oyda uziy tekshiruvdan o'tib turish kerak, ikkinchi yilda har 6 oyda, undan keyin esa 1 yilda bir marta o'sha ultratovush, ba'zi holatlarda yana ham aniqroq diagnostik rol o'ynaydigan kompyuter tomografiya tekshiruvlarini o'tkazishni taklif etamiz. Sizda qanday qo'shimchalar bor Oybek aka? Endi Telman Yuldasheva to'g'ri aytdilar. Doim agar bir marta birovda agar bemorda tosh hosil bo'lgan bo'lsa, agar bir marta operatsiya qilib tosh oldirgan bo'lsa, u shu bilan qutuldim deb o'zi to'g'risida haligi fikr bo'lib, shu bilan esdan chiqarish kerak emas. Ularga doimiy tavsiya birinchi olinganda har 3 oyda kelib turishlari, keyin 6 oy, keyin 1 yilda tekshirib o'tib turishlari shart. Va biz ularga tavsiyalarni beraveramiz. Chunki yana qondagi o'sha qonni mineral tarkibini o'rganamiz. Agar ularda kalsiy miqdori ko'payib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasam ichayda agar o'zgarish bo'lib, yoshligida ko'p antibiotik ichganlarda oksaloobrazующий shu bakteriyalar bo'ladi, shular yetishmovchilik kelib chiqadi. Ular shu oksaloobrazующий bakteriya yetishmasligi hisobiga ularda tosh hosil bo'lishi yana ham kuchayadi. Endi ular aytgandek, endokrinologik kasalliklarda ham shu giperparatireoz deyiladi, qalqonsimon orqa bezi bor. Ularni giperfunksiyasida yoki funksiyasi kuchaygan paytda organizmda qonda shu gormon ta'sirida suvaylardan kalsiy, fosfor miqdorlari ular ko'p so'riladi, qonda ko'p chiqishni boshlaydi. Bu keyin qayerdan? Shu ichak orqali chiqadi, qovoq orqali chiqadi, o'sha buyraklar orqali chiqadi va buyraklarda uni og'irligi, solishtirma og'irligi og'ir bo'lgani uchun cho'kma holda o'tirib, bularda ham toshlar hosil bo'lishi juda ko'p uchraydi. Lekin bir tanishimda tosh borligi aniqlangan, u yillar davomida shu toshlar bilan yashaydi. Bezovta qilmaydimi desam, yo'q, umuman bezovta qilmaydi deydi. Telman aka, shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Endi umuman buyraklarni, toshlarni joylash bo'yicha toshlar birinchi navbatda buyrakni kosachalarida paydo bo'ladi. Bunda so'rg'ichlar bor, o'sha so'rg'ichlarda ko'rinadi. Mana rasmda ko'rishingiz mumkin, o'sha kosachalarda joylashgan tosh. Qachonki bu tosh ko'chsa, keyin buyrak jomiga tushadi, undan keyin siydik nayiga tushib, undan keyin turli xil xurujlar paydo bo'ladi, og'riqlar paydo bo'ladi. Hamda toshning o'lchamlari juda katta bo'lsa, koralsimon toshlar bo'ladi, ya'ni butun buyrakni ichini to'ldirib turadi bu toshlar. Bular ham ko'p holatlarda simirlovchi og'riq beradi. Shu bizga murojaat qilgan bemorlardan ko'pincha bel sohasida og'riq bilan
surunkali og'riqlar bilan yurishadi va ular ko'pincha aytadi man belim og'riyapti deb o'ylaydi. Amaliyotda esa bu o'sha tosh bo'lishi mumkin. Dorilar bor deyishadi bugungi kunda, aynan toshlarni maydalab chiqarib yuboradi degan. Shunaqa rostdan ham bormi shunday dorilar? Dorilar ko'p Yordam dorilar beradimi? bor. Ular asosan o'simliklardan tayyorlangan dorilar, tabiiy giyohlardan tayyorlangan dorilar hisoblanadi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, toshlarni boya yuqorida sanagan 5 ta tur toshlarning ichida mana pastda urat toshlari bor. Faqat shu toshlarni eritish mumkin. Ya'ni Urat ular toshlar. katta 3-4 santimetrli toshlar bo'lsa ham ularni eritish mumkin. Asosan bu toshlarni paydo bo'lishiga sabab go'sht mahsulotlari, dukkaklik mahsulotlarini ko'p iste'mol qiladigan odamlarda bunaqa toshlar paydo bo'ladi va siydikni pH muhiti bularda nordon bo'ladi. 5-5,5 bo'ladi. Agar shuni biz maxsus dorilar ta'sirida ishqorlashtirib turib 6-7 orasida pHni ushlab tursak, shu 3-4 santimetrli toshlarni ham eritish mumkin. Lekin bularning ichida yuqorida ko'rsatilgan boshqa fosfat, mana kalsiy tuzlari bor, oksalat tuzlari bor. Bular qattiq tosh hisoblanadi. Ularni eritish qiyin. Ko'rinishi ham ancha Ko'rinishi ham qo'rqinchli. O'shaning uchun bunday toshlarni operativ olishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun biz doim agar operatsiya yo'li bilan toshni olsak, albatta mineral tarkibini o'rganamiz. Nimadan paydo bo'ldi? Singlimda aynan ko'rinishi shunday edi toshlarning. Demak, operatsiyasiz tabiiy yo'l bilan ham chiqarib yuborsa bo'lardi, to'g'rimi? Urat toshi bo'lsa, Urat toshi bo'lsa. ularni eritib maqsad bo'ladi. Faqat buyrakda joylashgan bo'lsa, agar u siydik nagiga tushgan bo'lsa, uni eritish qiyin bo'ladi. Uni odatda turli xil davolash, operativ davolash usullari bor. Masofadan turib maydalash mumkin. Endoskopik olish mumkin, ularni tatbiq qilamiz. Oybek aka, aynan operatsiya jarrohlik amaliyotiga to'xtaladigan bo'lsak, uning inson uchun aynan operatsiya qilish, qanday toshlarni operatsiya yo'li orqali olib tashlash insonning o'zini sog'ligiga qanday salbiy ta'sirlari bor yoki yo'qmi? Faqat foydami? Shuni qo'shimcha yana qilmoqchi edim yuqorida aytilgan gaplarga. Ba'zan siz aytganingizdek ko'pchilik toshlari bilan yuraveradi, hech narsa bezovta qilmaydi deydi. Ularda shu koralsimon toshlar yoki o'sha buyrakning kosachalarida joylashib olgan bo'ladi. Bular lekin vaqti kelib o'sishga moyil bo'ladi. Tosh shunchalik kattalashadi va yonidan siydik o'tib turgani hisobiga bularda buyrakda shish bo'lmaydi va bular hech qanday og'riq bermasligi mumkin. Faqat shu og'irlik sezadi. Lekin bu toshni agar olinmasa, vaqt kelib sekin-sekinlik bilan buyrak o'zini faoliyatini to'xtatishi mumkin va bemorlar buyrakdan o'sha ajralib qolishlari mumkin. Shuning uchun doim doktor agar tosh bo'lsa, tanadagi har bir yot jism olib tashlanish majbur, bu shart. Chunki bularning keyingi asoratlarini to'g'rilashdan ko'ra o'sha asorat berguncha uni operatsiya qilib, undan qutulgan osonroq bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, shu tez tomoshabinlarga bir aytib qo'ymoqchi edim. Agar kichkina toshlar bo'lsa, ular masalan har bir insonda yeb ichishiga bog'liq hayoti davomida 2-3 marta mayda toshlar tushib turishi mumkin, o'zi bilmagan holda. Belda bir og'riq bo'ladi, sanchiq bo'ladi, o'tib ketadi. Lekin ba'zan shunaqa holat bo'ladi, bu yerda sanchiq bo'ladi, og'riq qoldiradigan dorilarni agar qiladigan bo'lsa, misol uchun o'sha 1 kun, 2 kunda og'riq o'tib ketadi. O'zi shunaqa statistika bo'yicha agar CD kanalida yoki o'sha CD yo'lida tosh tushib qolib, butunlay CDni to'xtatib yopib qo'ysa, CD o'tishini 63 soat davomida agar og'riq qoldiradigan shu dorilar qilib turilsa, og'riq butunlay to'xtaydi. To'xtaydi, bemor sog'ga o'xshab qoladi, yuraveradi. Endi ishlamay turgan buyrak sekin-sekin atrofiyaga uchrab, shunaqa holatlar bo'ladi. Bemorlar keladi, bir 3 yil oldin yo 1 yil, 2 yil oldin bir og'riq bo'ldi, shu bilan og'riq qoldirdim, yaxshi bo'ldi deydi. Ularni ko'rsak, buyraklari shishib ketgan bo'ladi. Gidronefroz 3-stadiya, bu buyraklarni saqlab qolishning iloji bo'lmaydi. Bunaqa holatda buyraklar olib tashlanadi. Shuning uchun o'zi uyda haligi o'zini o'zi davolab, samolecheniya deydi, shunaqa qilib bo'lmaydi. Og'riq bo'ldimi, doktorga uchrash kerak. Davolash masalasiga kelganingizda, operatsiyani hozirgi masalan butun dunyoda ishlatiladigan hamma o'sha metodlari bizning klinikamizda bor. Shu savolni bermoqchi edim. Bu hamma metodlari bor. Misol uchun bemorga hech qanday bularni salbiy ta'siri yo'q.
misol uchun agar tosh kichkina bo'lsa, bularni birinchi o'rinda konservativ, siz yuqorida aytgandek, o'sha dori darmonlar bilan tushirishga harakat qilamiz. Agar statistika bo'yicha 4 millimetrgacha tosh bo'lsa, bu 96% holatda o'zi tushib ketadi. Agar 6-7 millimetrli tosh bo'lsa, ular 50-60% holda tushadi. Endi 8 millimetr, 1 santimetrli toshlar bo'lsa, bularning tushish darajasi o'sha pasayadi va bularga xirurgik har xil metodlar bilan bularga operatsiyalar taklif qilamiz. Operatsiyadan so'ng bemor necha kunda o'ziga keladi? Endi shunaqa operatsiyalarimiz bor. Mana agar toshlar EUL deyiladi, ekstrakorporal, tanadan tashqarida maxsus o'sha to'lqinlar bilan, elektromagnit to'lqinlar bilan toshni maydalash operatsiyalari bor. Buni operatsiyasi hech qanday narkozsiz, og'riq qoldirishlarsiz bo'ladi. Sababi bemor og'riq sezmaydi. Faqat toshni o'ziga ta'sir qilamiz. Tosh turgan joyda o'sha elektromagnit to'lqinlar bilan tosh maydalanadi. Bemor operatsiyadan 20 daqiqadan keyin bemalol ketishi mumkin. Ular keyin o'zlari kuzatadi, toshni mayda qum holatda o'sha o'zlari peshob bilan chiqarib yuboradi. Bu kichikroq toshda. Agar sal toshni razmeri kattaroq bo'lsa, unda transuretral operatsiyalar, shu endoskopik operatsiyalar yo'li bor. O'zini tabiiy sijli chiqaruv yo'llari bilan operatsiya qilib, toshni lazer orqali maydalab hammasini olamiz. Bemor o'sha hech qanday og'riq sezmaydi. Sababi o'sha beldan kichkinagina narkoz qilinadi. Tanani yarmi sezmay turadi. 3 soatdan keyin yana o'ziga keladi. Bemor ertasi kuni yoki o'sha kuni kechga borib bemor uylariga ketishlari mumkin. Tushunarli. Rahmat. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi jonli efirda davom etadi azizlar. Savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Qolaversa raqamlarga ham qo'ng'iroq qiling. Biz bajonidil savollaringizga javob beramiz. Harakat qilamiz har holda. Va biz mavzuni endi varikatseliyaga olib borsak. Yuqorida tilga oldingiz varikatseliya Oybek aka va bu mavzuda aynan Alisher aka Zokirov bilan, ya'ni shifokor urolog Alisher Zokirov bilan aynan shu mavzuda suhbat quramiz. O'zi varikatseliya nima? Bu kam eshitiladi bu xastalik nazarimda. Men shaxsan birinchi eshitdim. Ayollar ma'lumot bersangiz kam eshitgan bo'lsangiz kerak. Lekin erkaklarda bu juda ko'p uchraydigan kasallik hisoblanadi. Bu demak shu moyak venalarning kengayishi hisoblanadi, как varikozga o'xshagan. Shu kengaygan hisobida moyak funksiyalari pasayadi, urug' sifati pasayadi va bepushtlikka olib kelishi mumkin bo'lgan kasallik hisoblanadi. Sabablari bu ko'pincha rasmda ko'rsatilganda venoz klapanlarining yetishmovchiligi, qon tomirlari kengayishi, irsiy bo'lishi mumkin va hamda ko'p og'ir mehnat bilan shug'ullangan, kuchli sport bilan shug'ullangan insonlarda bu rivojlanishi mumkin. Varikotseliyada o'zini darajalari bo'ladi, 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalari. Masalan, 1-chi daraja faqat ultratovush tekshiruvda aniqlansa, 2-chi darajada bu qo'lda ko'rilganda palpatsiya deyiladi, o'shanda aniqlanadi va 3-chi уже behoyat ko'z bilan уже ko'rsa bo'ladi kengaygan qon tomirlarini. Shu kengaygan qon tomirlar shu moyak funksiyasini aytganimdek pasaytiradi, urug' sifatini pasaytiradi va yichkani demak hajmini kamaytirishi mumkin. Kasallik. Varikotseliya nasl qoldirishga ta'sir ko'rsatadimi? Menimcha ko'pchilikni bu savol qiziqtirsa kerak. Nasl qoldirishga endi bu bepushtlikka olib kelishi mumkin, chunki urug'ga albatta, chunki bu aytganimdek urug' sifatini, urug' demak spermatozoid deydi, uni soni, harakatchanligini pasaytirib va morfologiya deyiladi. Shularni pasaytirib bepushtlikka sababi bo'lishi mumkin. Erkaklarda 40% holatda shu bepushtlikning birinchi sababi bu varikotseliya deb hisoblanadi. Varikotseliyaning aynan qaysi darajasida operatsiya qilish kerak? Yoki operatsiyasiz ham davolasa bo'ladimi bu xastalikni? Afsuski bu xastalikni davosi dori tabletkalar ta'sir qilmaydi, chunki aytganimdek shu venani qon tomiri klapanlari yetishmovchilik bo'lgan, uni dori tiklab bera olmaydi, yengillab bera olmaydi venani. Shuning uchun operatsiya qilinadi. Shu hozirgi kunda mikroxirurgik malinvaziv operatsiya hisoblanadi. Kichkina kesilgan holatda shu kengaygan qon tomirlarini o'zi ajratib bog'lanadi.
qolgan qon tomirlar, demak arteriya, limfa deyiladi, ular saqlanib qoladi, shu qonlanish yaxshilaydi. Qachon operatsiya tavsiya beriladi? Masalan, bemorimizda bepushtlik bor, 1 yildan beri uylangan, farzand yo'q, urug'lar analizida ko'ramiz, o'zgarish bo'lyapti, harakatchanligida, sonida. Bu holatda albatta operatsiya taklif etiladi. Chunki operatsiyadan keyin demak shu urug'i sifatini yaxshilanish ehtimoli juda ko'tariladi va Xudo xohlasa farzandli bo'lishadi aksariyat holatda. Varikatsiyali xastalik bilan odatda o'zi necha yoshli bemorlar sizga murojaat qilishadi? Ko'pincha bular o'smir holatlarda ham uchrashadi. 18% holatlarda o'smirlarda, 100 tadan 17 o'smirlarda ko'rinishi mumkin shu kengaygan qon tomirlar. Bizga murojaat qilayotganlar shu bepushtliklar bilan kelgan, shu farzand ko'rmayotganlarda ko'rinadi. Ya'ni ular o'zlarida bu xastalik borligini bilishmaydi, ammo nima sababdan farzandli bo'la olmayotganini aniqlash uchun oldingizga kelishadi. Varikatsiyali endi og'riq berishi mumkin. Sim-sim og'riq albatta shu tarafda sim-sim og'riq berishi mumkin. Endi bemorlar e'tibor bermasligi mumkin. Lekin aytganimda 3-stepen bo'lsa, o'sha haqiqatda ko'z bilan ko'rganda o'sha holatda ham kelishadi. Bunaqa holatlar ham bo'lgan. Tushunarli. Bu yerda bir bizga savollar ham kelib tushyapti. Endi bu menimcha Feruza opaga ko'proq taalluqli bo'lsa kerak. Singlim turmush qurganiga 2 yil bo'lyapti, hali homilador bo'lmadi. Tekshirtirsak, ultra tovush tekshiruvida tuxumdonida bir nechta kista topildi. Ayrim gormonlari baland chiqdi. Uning sabablari nimada? Qanday davolanadi? Turmushga chiqmasdan oldin kista bor yo'qligini tekshirtirmaganmiz, debdilar. Agar ultratovushda tuxumdonlarda bir nechta kistalar aniqlanib hamda gormonal o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, bu tuxumdon polikistoz sindromi deb aytiladi. Asosan bu xastalikka chaqiruvchi bir necha omillar bor, ya'ni androgen gormonlarni, erkaklik gormonini muvozanatini buzilishi yoki insulin rezistentность kuzatilsa, insulin gormonini miqdorini oshib ketishi, ortiqcha vazn gormonal o'zgarishga olib keladi. Bu esa o'z navbatida bepushtlik chaqiradi. Yana bir savol, kelinim 26 yosh, 3 yildan beri homilador bo'la olmayapti. Unda intramural mioma bor ekan. Farzand ko'ra olmayotganiga mioma sabab bo'lishi mumkinmi degan savol. Albatta bo'lishi mumkin. Endi miomalarni turi ham bir necha turlari bor. Bu endometriyda joylashgan submukoz miomatoz tugullar bo'ladi. Bu tugullarni faqatgina jarrohlik yo'li bilan olib tashlab qutulish mumkin. Hamda mushak qavatida joylashgan intramural tugullar bo'lishi mumkin, hamda tashqi tomonga o'sgan subsiroz tugullar bo'lishi mumkin. Endi buni joylashiga qarab, agar endometriga qarab o'sayotgan miomalar bo'lsa, albatta u to'qimada qon aylanishi buziladi. Bu esa embrionni birikishiga to'sqinlik qiladi, hamda oziqa o'zgaradi. Agar razmerlari kattalashgan bo'lsa, bepushtlikka ham chaqirishi mumkin. Tushunarli. Qarang, Feruza opa, tuxumdonda polikistozdan tashqari yana yakka kistalar ham bo'ladi. Bilishim bo'yicha, to'g'rimi? Ular qanchalik zararli insonlarga? Endi kistalar oddiy kistalar bo'lishi mumkin, endometrioidning kistalar bo'lishi mumkin yoki dermoidning tug'ma kistalar bo'lishi mumkin. Qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Bu tekshiruvlarni ultratovush orqali UZI apparatida ko'rish o'zi mumkin. Uni o'lchamlari agar 4 sm-dan kichkina bo'lgan razmerda kistalar bo'lsa, bu yerda konservativ davo bilan bu kistalarni so'rilishiga yordam berish o'zi mumkin. Agar 5 sm yoki undan katta kistalar jarrohlik amaliyoti bilan, ya'ni laparoskopik yo'l bilan, operativ yo'l bilan davolaniladi. Endi endometrioidning kistalar bo'lsa, bu kistalar ko'pincha bepushtlik hamda chandiq chaqiradi kichik chanoqda, hamda bachadon naylarini yopilishiga ham olib kelishi mumkin. Bunaqa holatlarda albatta jarrohlik amaliyoti bilan davo muolajalari olib boriladi. Kistalar onkologiyaga aylanishi mumkinmi? Endi o'zi kistalarni ko'p holati, masalan, oddiy kistalar onkologiyaga chaqirmaydi, lekin ba'zi bir tur kistalar onkologiyaga chaqirishi mumkin. Bu uchun uni o'lchami belgilanadi, MRTdan o'tiladi, onkomarkerlar topshiriladi. Agar xavf darajasi yuqori bo'lsa, albatta jarrohlik amaliyoti bilan bu kistadan xoli bo'lish kerak. Kuzatyapmizki, bugungi kunda yurtimizda aynan ayollarni sog'ligiga juda jiddiy e'tibor qaratilyapti. Tekshiruvlar, turli tekshiruvlarga hatto imkonlar bor. Ayollarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Necha yoshdan ayollar yo qizlar aynan sog'ligiga jiddiy e'tibor qaratish kerak?
bilasizmi, bizada o'zi bizani mentalitet o'zida qiz bolani ko'pincha ginekologga olib borishmaydi, lekin bu noto'g'ri tushuncha, chunki aynan hayz ko'rishni boshlagandan keyin har bir ona o'z farzandini qiz bola bo'lsa ginekologga olib borish kerak, chunki bu davrda gormonal tiklanish ketadi, turli xil xastaliklarni rivojlanishiga aynan shu davr sabab bo'ladi. Shuning uchun hayz ko'rishni boshlagan har bir qiz bolani ginekologga murojaat qilishini tavsiya qilgan bo'lardim. Undan tashqari har bitta ayol tug'uvchi yoshdagi hamda menopauza davridagi ayollar yilda bir marta bo'lsa ham ginekolog ko'rigiga murojaat qilishligi kerak. Tushunarli, rahmat javoblar uchun. Va muxlislarimizdan aynan ayollar salomatligi haqida ham savollar kelyapti, juda ko'p ular. Opamga bachadon tushishi tashxisi qo'yilgan, operatsiya qilish kerak ekan, lekin operatsiyaga rozilik bermayaptilar. Nima maslahat berasiz debdilar. Endi bachadon tushishini ham bir nechta darajasi bor, 4 ta darajasi bor. Yengil darajalarida albatta biz ham operatsiya taklif qilmaymiz, chunki buni fizioterapevtik davo muolajalar yoki kegel mashqlari bilan vaqtinchalik ushlab turish mumkin, lekin bu to'liq davo hisoblanmaydi. Agar bu mashqlarni qilmasa, fizioterapiya o'tkazilmasa, bu 3-4 darajaga o'tishi mumkin. Endi 3-4 darajada jarrohlik bilan aralashuv bo'ladi, jarrohlik yo'li bilan bachadonni lazer yo'li bilan ko'tarish amaliyoti o'tkaziladi. Rahmat Feruza opa. Bizga endi erkaklarimizdan ham savol kelibdi. Yoshim 70 da, peshob tutolmayman. Buning sababi nima bo'lishini bilmoqchiman debdilar. Oybek aka, javob berasizmi? Agar yoshlari 70 da bo'lsa, bularga birinchi o'rinda tavsiya bergan bo'lardik, bir kelib tekshirib o'tishlari shart. Sababi ba'zan shunaqa holat bo'ladi. Bemorlarda prostata bezi adenomasi hisobiga bo'lishi mumkin. Birinchi prostata bezi adenomasi o'sha har xil stadiyalarda bo'ladi. Birinchisi subkompensatorniy stadiya, kompensatsiya stadiyasi, ikkinchisi subkompensatsiya, uchinchisi dekompensatsiya. Birinchisida qovuq o'sha qisilish hisobiga qisqarishi mumkin majburan. Keyin ikkinchi stadiyada sekin qovuqning devorlari qalinlashadi, qoldiq siydik ko'payishi mumkin. Uchinchi stadiyada qovuqda siydik ko'payib, bu siydik yana buyraklar tomonga orqaga ketib, buyraklarda shish keltirib chiqarishi mumkin. Va bularda o'zi ko'rsangiz ham siydik tutilishi bor, lekin bular yurganlarda siydik oqib ketishi bo'ladi. Chunki qovuq bo'shashadi. Ularda shu paradoks hisoblanadi. Shuning uchun paradoksalniy ishuriya degan shu termin bor. Bunaqa holatda albatta doktorga uchrashlari kerak. Yana boshqa sabablari bor. Masalan, agar kimdadir sahni diabet kasalligi bo'lsa, bularda ham diabetik qovuq degan diagnoz bor. Diabetiskiy sistopatiya deyiladi. Bu tez uchraydimi bu xastalik? Tez uchraydi. Agar sahni diabeti bor bemorlarda, xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, ularda qovuqda sezgirlik yo'qoladi, siyish hissi kamayadi va bular vaqtida hojatga bormaganligi uchun qovuq oxiri kengayib ketish hisobiga qovuq qisqarmay qoladi. Bularda sekin astalik bilan siydik tutolmaslik kelib chiqishi mumkin. Shu savolni bermoqchi edim. Aynan ayollarda ham kuzatiladi bu muammo va ayollardan kelib tushgan savollarga ko'ra bunday vaziyatlarda nima qilish kerak? Ya'ni operatsiya qilish kerakmi yoki boshqa bir davo yo'llari bormi? Qisqacha javob berib o'tamiz ularga. Endi bunaqa holatlarda masalan ayollarda uchrasa, birinchi o'rinda ayollarning yoshiga, anamneziga e'tibor beriladi. Agar biz aytgandek, yosh katta ayol bo'lib, sahni diabeti bo'lib, uzoq vaqt davomida shuni keltirib chiqargan bo'lsa, bularni o'sha qoldiq siydik miqdorini tekshirishimiz kerak. Ba'zan bularda o'sha bilmagan holda siydik oqib ketish bo'ladi. Ularni davosi o'sha intermittent kateterizatsiya deyiladi. O'zlariga o'zi kateter qo'yib, siydikni doim bo'shatib turish kerak bo'ladi. Endi agar yoshlarda, yoshroq, o'rta yoshda bo'lib yoki masalan bir necha marta homilador bo'lib tuqqan ayollarda bo'lsa yoki bo'lmasam homila katta bo'lib qiyin tug'ilganlarda ularda chonoq mushaklarini bo'shashi hisobiga qovuq pastga tushadi va buni hisobiga siydik tutolmaslik bo'ladi. Bu sistotseli diagnozi deb qo'yiladi. Bunaqa bemorlarda albatta xirurgik muolaja qilib, qovuqni fiksatsiya qilib, shu tepaga ko'tarib tikiladi. Demak, natijasi bo'ladi. Natijasi bunda juda yaxshi bo'ladi. Bizda esa qo'ng'iroq bor, marhamat, bizda vaqt kam qolyapti, shuning uchun tez savolni eshitamiz va javob berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring va savolingizni yo'llang, marhamat.
man Qashqadaryodanman. O'g'limni davolagan Oybek aka, Tima Yo'ldoshboyevich, man Jo'rayev akobirda oyisiman. O'g'limni hayotga ham qaytarib berishgan. Men juda ham minnatdorman bu kishilardan. Bir nimasiga qoyil qolganman. Bu kasallikni kelib chiqish o'chog'ini bilish kerak deyishganda, hamma doktorlar ham mana davoviy patsientga ko'p ham aniq qilmaganda, lekin bu kishilar buni o'chog'ini bilish kerak, buni oxirini yakunlash kerak bu kasallik deb ikkalasi shu tashxislarni qo'yib, o'g'limni juda ham hozir ham hayajonlanib ketyapman, minnatdorman. Har doim sog' bo'lsin. Shunaqa biz onalar har doim minnatdorchilik bildiramiz. Biz farzandlarimizni mana hammamiz ota-onamiz farzandimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Men juda ham ko'p yig'laganimda Oybek aka, siz xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi deb shunchalar meni tinchlantirganki, haqiqatdan ham shu kishining gaplari bilan tinchlanib o'tirganman-da. Men juda ham minnatdorman. Doim sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarini baxti kamolini ko'rishsin. Har doim duodaman. Qanaqa minnatdor bemorlar bor. Sizga qo'ng'iroq uchun rahmat. Bu savol emas ekan, minnatdorlik qo'ng'irog'i ekan. Bu savoldan ham yoqimli nazarimda kutilmagan qo'ng'iroq bo'ldi. Ha. Rahmat. Bizda esa hozir reklama azizlar. Tezgina reklamani tomosha qilamiz va studiyaga qaytamiz. Yuqori texnologiya asosida ishlaydigan zamonaviy Toshkent Medical Park klinikasiga xush kelibsiz. Sizga tajribali shifokorlarimiz urologiya, andrologiya, ginekologiya, xirurgiya va onkologiya sohasidagi barcha muammolarni hal etishda yordam beradi. Biz sizga kasalliklardan xalos bo'lishga, sog'lom hayotga qaytishga va kelajakka orzu ishonchni amalga oshirishga yordam beramiz. Klinika shifokorlari aniq tashxis qo'yish uchun barcha kerakli bo'lgan diagnostik va tekshiruv muolajalarini amalga oshiradilar. Bizning mutaxassislarimiz Yevropa, Rossiya, Koreya va Hindistonning yetakchi tibbiyot markazlarida malaka oshirgan. Zamonaviy Yevropa va Amerika asbob uskunalari va ko'p yillik tajribadan foydalanib, biz har bir bemorga yordam berish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Bizning vazifamiz odamlarning hayot sifatini yaxshilashdir. Bizning qadriyatlarimiz yuqori professionallik, ishonch, mas'uliyat va inson qadridir. Toshkent Medical Park. Sog'lig'ingizni professionallarga topshiring. Azizlar, bugun biz Toshkent Medical Park klinikasi mutaxassislari bilan suhbat o'tkazdik. Menimcha mavzu juda dolzarb va qiziqarli bo'ldi. Sizlarga esa shuncha ishdan ortib vaqtingizni ayamay bizni ko'rsatuvga kelganingiz uchun va albatta maslahatlaringizni ayamaganingiz uchun katta rahmat deymiz. Azizlar, demak dasturimiz o'z yakuniga yetib boryapti. E'tiboringiz uchun rahmat deymiz. Keyingi shanba kuni yana yangi mavzular bilan ko'rishguncha omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.